Turmush juda katta lotereya. Juda katta lotereya. Siz hayotingiz umringiz oxirigacha baxtli qilishi mumkin yoki polni sindirishi mumkin. Polni sinib, psixologik sinib yo'q bo'ladi, o'chadi odam. Mana shu paytda kimgadir qarab qolish kerak emas deb o'ylayman. Bu degani kasb, birorta kasb. Eng zo'ri meditsinadan nimadir. Yana birorta tirnoq qilish ham bo'laveradi o'z aslida olganda. Pul kelsa bo'ldi, o'tdimda. Ya'ni kimdandir muhtojlikdan xudo asrasin. Eng yomon narsa muhtojlik bu dunyoda. Bu degani plan B bo'lish kerak. Ayol ertaga xotirgan paytda chiqib ketish kerak oiladan degani emas. Yo'q, mobodo ertaga turmush o'xshamasdan qanaqadir bitta mudak uchrab qolsa, boshqa bo'lib qolsa, bu точно biladi, что ketadigan joyi bor, anta o'nta kvartirasi bor yoki qanaqadir kasbi bor. O'zini eplab keta oladi. Mana shunaqa qanaqadir zapas qilib berish kerak. Doim tushunish kerak, что bolalaringiz oldida abadiy bo'lamiz. Qachondir ketasiz, bolalar o'zi qoladi, siz o'sha narsaga tanlash kerak bola. Ya'ni u mustaqil bo'lish kerak bo'ladi. O'zbeklarda maqol bor, qiz bolani yo'qchilik, o'g'il bolani to'qchilik buzadi degan.